Men ajrashgan juvonni senga olib bermayman. Bilmayman qayerdan unga o'ralashib qolding. Shuncha qizlarni ko'rsataman. Unisini u deysan, bunisini bu deysan. Hali uylanmagan yosh yigit bo'lsang, u ajrashgan juvon bo'lsa, esing bormi? Oyi, turmush o'xshamagan bo'lsa nima qilibdi? Ajrashgan degani umuman turmush qurmasin degani emas-ku, oyi. Uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Balki men o'sha inson bilan baxtli bo'lib ketarman juda ham. Menga qara, o'shani shu yolg'onlarga ishonib yuribsanmi? Hammani o'zini tengi bor. Ana teysin, xotini o'lganga teysin, ajrashganga teysin. Kelib seni tanlaydimi? Mana sharmanda qilasan. Qo'ni qo'shnilarni oldida sharmanda qilasan, qudandalar oldida sharmanda qilasan. Qanaqa bo'lasan o'zi? Kelib shunda Toybaxonning o'g'li turmushda ajragan bitta juvonga uylanibdi de. Shunga hech kim qizini bermabdi deydigan malomatni menga yog'dirmoqchimisan? Menga qara, bolasi bormi? Yo'q. Tomani unaqa ko'p yashamagandir. Oyi, hayoti o'xshamaganligi buni aybi emas-ku. Bu ham ajrashaman deb turmushga chiqmaydi-yu. Eri har doim ichib kelib ururgan. Og'zidan taloq so'zi chiqqan erini bir emas bir necha marta chiqqan. Boshqa ayollar bo'lsa-ku, taloq nimaligini tushunmasdan ham kerak bo'lsa yashavaveradi. Lekin bu shu narsani tushunganligi uchun ham ajrashib yashamayapti. Unaqa yomon ayolga o'xshamaydi. Surishtirdim. O'zini yig'ib olgan, o'zini bosib olgan, uni og'zi kuygan hayotdan oyi, baxtli bo'lishga haqqi bor. Hozir turmush ko'rmagan yosh qizga uylanishim bo'ldi, bu baxtli bo'lib ketadi degan narsa emas-ku. Ko'ryapmiz qanchadan qancha qizlar qanaqa bo'lib chiqyapti. To'ygacha o'zini supo ko'rsatib, keyin o'zini xarakterini ko'rsatyapti oyi. Yo, umuman olganda turmushi o'xshamagan ayolga uylanishlikning nimasi yomon? Qaysi ayol o'zini yomonlaydi? Ajrashishiga bir bahona sabab topadi. Shu sabablarga ishonib o'tiribsanmi sen? Yaxshi bo'lsa shunda yashamaydimi? Issiq joyini sovutib ketadimi? Oxirgi gapim. Uylanmaysan shunga. Men senga juvonni olib bermayman. O'zim tanlagan, etgan qizga uylantiraman. Menga qaragin, o'sha megajiningni ko'zimdan yo'qotgan. Hech qachon mana shu uyimga qadam bosmaydi. Oxirgi gapim shu. Tushundingmi?